diabetiklar qiladigan deyarli bir xil xatoliklar mavjud. Ko'pchilik bu xatolik haqida bilmaydi. Aynan shu sababli ham qonday qand miqdori bir ko'tarilib ketadi, bir pasayib ketadi. Bu qaysi xatoliklar? Bugungi videoda aynan shu haqida to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi eng katta xatolik ertalab turgan vaqtda suv ichish normativini bajarmaslik. Suv normada ertalab turgandan tezlikda ichish kerak bo'ladigan holatlardan biri. Ayniqsa diabetiklarda bu holat juda ham tez rivojlangan bo'ladi. Chunki qonday qand miqdori ortiqcha bo'lsa, bu ortiqcha qonday qand miqdori peshob orqali ajralishni boshlaydi. Va buyraklardan o'tgan qondagi qand miqdori o'zi bilan birga suyuqlikni tashqariga olib chiqib ketadi. Bu esa qonda har doim suv miqdorining pasayib ketishiga sabab bo'ladi. Bu qonday qand miqdorining ko'tarilishi yoki tushib ketishiga sabab bo'luvchi asosiy holat hisoblanadi. Ikkinchisi, bu eng ko'p qilinadigan xatoliklardan biri. Ayniqsa bizning hududda yashaydigan, o'sha SNG hududida yashaydigan insonlarda qilinadigan xatoliklardan biri bu nonushtaga salat iste'mol qilmaslik. Nonushtada salat yetarli bo'lmaydi yoki umuman salat iste'mol qilinmaydi. Bu bizni yashab turgan hududda noodatiy holatlardan biri yoki noodatiy deb ko'rinishi mumkin bo'lgan holatlardan biri hisoblanadi. Lekin bu eng katta xatolik hisoblanadi. Ayniqsa diabetiklar uchun. Chunki agar siz nonushta bilan birga salatlar iste'mol qilib boradigan bo'lsangiz, kletchatka esingizdan chiqmasin. Uglevodlarni ichaklar orqali qonga so'rilishini pasaytiruvchi asosiy mahsulot hisoblanadi. Albatta salatni o'zini nonushtaga iste'mol qilmaysiz, yoniga qo'shimcha tartibda oqsil qo'shishingiz mumkin. Bular go'sht va go'sht mahsulotlari bo'lishi mumkin. Va yoniga albatta yog'li qandaydir qo'shimchalarni qo'shishingiz mumkin bo'ladi. Bular sariyog' bo'lishi mumkin yoki kungaboqar yog'i bo'lishi mumkin. Har xil turdagi yog'lar ham xuddi shunday bunga misol bo'la oladi. Albatta qonday qand miqdori ko'tarmasligi uchun salatning roli beqiyos hisoblanadi. Aynan shuning uchun ham nonushtada har doim salatlar bo'lishi shart. Chunki bu asosiy ratsionning bir qismiga aylanishi kerak bo'ladi. 3 mahal ovqatlanishda bo'lishda qat'iy nazar, xuddi shunday nonushtada ham albatta salatlarning roli juda ham katta hisoblanadi. Uchinchi eng katta muhim bo'lgan holatlardan biri. Ertalab nonushtadan keyin albatta jismoniy faollik. Oddiy peshkom yurish bu jismoniy faollikni bazaviy qismi hisoblanadi. Nimaga? Agar siz oddiy piyoda yuradigan bo'lsangiz, sizda uglevod almashinuvi, uglevod hosil bo'lishiga ta'sir ko'rsatuvchi va qonday qand miqdorini ko'tarmaslikka yordam beruvchi asosiy mexanizmlar ishlaydi. Bunga sabab bo'luvchi asosiy birinchi mexanizm. Sizning tanangizda qonday qand miqdorini o'zlashtiruvchi asosiy organ bu mushak qavat hisoblanadi. Agar siz har doim jismoniy faollikda shug'ullanadigan bo'lsangiz va doimiy faol bo'lsangiz, sizda mushak qavat yaxshi rivojlangan bo'ladi va qonday qand miqdorining 80% ni aynan shu mushaklar o'zlashtirishga sabab bo'ladi. Va bu esa doimiy qonday qand miqdorini stabil normada ushlab turishga yordam beruvchi asosiy holat hisoblanadi. Ayniqsa yosh katta insonlarda ko'pchilik qiladigan xatoliklardan biri ham shunda. Ko'pchilik yosh katta bo'lgandan keyin uyda o'tirib qolishga majbur bo'ladi. Ayrim bir sabablar bo'ladi yoki bizda o'sha mentalitet shunga o'xshash holatlarga qarab qolib, o'sha ko'proq uyda o'tirish yoki nimadir jismoniy faollik bilan shug'ullanmaslikka harakat qilishadi. Bu eng katta xatoliklardan biri. Yosh katta insonlarda mushak qavat so'rilib ketishi va mushak qavat yetishmasligi bu nafaqat qandli diabetda, balki boshqa kasalliklarni ham rivojlantirishga sabab bo'ladi. Bunga oddiy misol demensiya. Ya'ni yosh katta insonlarda o'sha xotira pasayishi yoki bosh miyada kognitiv funksiyani pasayib ketishlariga ham sabab bo'lishi mumkin. Lekin mushak qavatning roli ayniqsa yosh katta insonlar uchun eng muhim qism hisoblanadi. Qondagi qand miqdorini doimiy normada ushlab turishni xohlasangiz, albatta ertalab turishingiz bilan o'zingizni ratsioningizni aniq qilib belgilab olishingiz tavsiya qilinadi. Nega bunday? Chunki siz ertalab turgan vaqtingizda o'sha nonushta tayyorlaysizmi yoki obedga yoki kechki ovqatga qandaydir ovqatlanishni iste'mol qiladigan bo'lsangiz, agar siz o'sha vaqtda o'sha ovqat haqida o'ylaydigan bo'lsangiz, albatta bu eng katta xatoliklardan biri. Chunki siz noto'g'ri ovqatlanib qo'yishingiz yoki uglevodli qandaydir qo'shimcha yoki fast foodlarni iste'mol qilishga to'g'ri kelib qolishi mumkin bo'ladi. Agar siz ertalab turishingiz bilan nonushta yoki obed yoki kechki ovqatlanishni aniq ratsionda belgilab qo'ygan bo'lsangiz, bu sizga keyinchalik o'sha ovqatlanadigan vaqtingizda ham ko'p vaqtingizni olmaydi va bemalol o'zingiz qiladigan ishlaringizni ham qilishingiz mumkin bo'ladi. Butun dunyoda diabetiklar uchun alohida tarelka mexanizmi mavjud. Agar siz o'sha bitta likopchani 3 ga bo'ladigan bo'lsangiz, 3 dan yana bitta qismi bu kletchatka, ya'ni salatlarga to'g'ri keladi. 3 dan yana bitta qismi bu uglevodlarga va qolgan yana bir qismi esa bu asosan oqsilli mahsulotlarga to'g'ri keladi va go'sht mahsulotlari hisoblanadi. Diabetiklar qiladigan eng katta xatoliklardan yana biri bu kofe iste'mol qilish.
Kofeni ko'pchilik sut bilan iste'mol qilishga harakat qiladi yoki bez laktozli sut bilan iste'mol qilishga harakat qiladi. Farqi yo'q. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Agar sizni ratsioningizda sut bo'ladigan bo'lsa, demak bilingki, bu oddiy o'sha mevalardan siqilgan sokni iste'mol qilganda qondagi qand miqdorini ko'tarishi mumkin bo'lgan jarayon. Chunki sut tarkibi asosan laktozadan tashkil topgan bo'ladi. Agar siz laktoza iste'mol qilib boradigan bo'lsangiz, bu dorilarning effektini ham pasaytirib beradi, keyinchalik esa qondagi qand miqdorini ko'tarish ham mumkin bo'ladi. Agar siz ertalabga, nonushtaga ovsyankali kasha iste'mol qilib boradigan bo'lsangiz va bu kasha sutga tayyorlangan bo'lsa, demak bilingki, bu qonday qand miqdorini 3 millimol litrdan 7 millimol litrgacha ko'tarishi mumkin bo'lgan jarayonlar. Aynan shuning uchun ham ertalab ovsyankali kasha iste'mol qiladigan bo'lsangiz, sutga emas, oddiy suvga va bu ovsyankali kashani ko'proq qaynatish tavsiya qilinadi. Aynan shu vaqtda siz tez hazm bo'luvchi uglevodlardan qutulgan holatda sekin hazm bo'luvchi uglevodlarni bemalol iste'mol qilishingiz mumkin bo'ladi va bu qondagi qand miqdorini ko'tarmaydi. Bu holatga ko'pchilik e'tibor bermaydi va aynan shu sababli ham qondagi qand miqdori ko'tarilib ketaveradi. Va ko'pchilik qiladigan xatoliklardan biri, agar biz kofega sut qo'shmasak yoki shakar qo'shmasak, kofeni achchiq qilib qanday iste'mol qilish mumkin deb ko'pchilik so'raydi. Va bunga o'ziga o'zi alohida alternativlar ham topgan insonlar bor. Misol uchun shakar o'rniga asal iste'mol qilaman. Esingizdan chiqmasin. Agar siz shakar o'rniga asal iste'mol qiladigan bo'lsangiz, shakardan ko'proq qondagi qand miqdori ko'tarishi mumkin bo'ladi. Asal mumkin emas. Qandli diabetda ham va boshqa xuddi shunga o'xshash kasalliklarda shakar o'rniga asal iste'mol qilish bu qondagi qand miqdorini yana ham ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Chunki asal bu shakarga qaraganda kuchliroq uglevod. Ha, albatta, uni tarkibida boshqa minerallar ham yoki vitaminlar ham mavjud. Lekin asal tarkibida juda ham kuchli va murakkab bo'lgan uglevod fruktoza bilan qo'shimcha tartibda kelgan bo'ladi. Buni hamma ham o'zlashtira olmaydi va aynan shuning hisobiga qondagi qand miqdori ko'tarilib ketaveradi. Asal iste'mol qilish diabetiklar uchun eng katta xatoliklardan biri hisoblanadi. Diabetiklar qiladigan eng katta xatoliklardan biri bu uyqu sanitariyasiga e'tibor qaratmaslik. Agar siz uyquga e'tiborsizlik bilan qaraydigan bo'lsangiz, qondagi qand miqdori baribir pasaymaydi. Nega bunday? Qandaydir dorilarga ishonib qolish yoki qondagi qand miqdori nimaga tushmayapti ekan deb har doim stressda bo'lib yurish, bu albatta qondagi qand miqdorini yana ham ko'tarilishi mumkin. Agar siz oddiy uyquga e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, uyqu sanitariyasi buzilgan bo'ladi. Chunki bu oddiy sog'lom insonlarda ham uchrab turadigan eng katta xatoliklardan biri ham aynan shunda bo'ladi. Ko'p joyda eshitgan bo'lishingiz mumkin, kontrainsulyar gormonlar mavjud bo'ladi. Organizmda stress gormonlar aynan shu kontrainsulyar gormonlar hisoblanadi. Bu stress natijasida qondagi qand miqdori ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Ayniqsa bu ertalab uyqudan uyg'ongan vaqtda ishlaydigan gormonlar. Bu gormonlar ertalab budilnikdan keyin juda ham kuchli o'sha o'zidan gormonlar ishlab chiqarishi natijasida qondagi qand miqdori birdan ko'tarilishi mumkin. Aynan shu natijasida ertalab uyg'ongan vaqtda och qoringa qondagi qand miqdorini ko'rsangiz, baland chiqishi mumkin bo'ladi. Bu sirkadiy ritm buzilganligidan darak beruvchi asosiy belgi hisoblanadi. Nega bunday? Agar siz kechasi bir vaqtda uxlab, ertalab bir vaqtda turadigan bo'lsangiz, bu dam olish kunlaridan qat'iy nazar farqi yo'q. Sizda kontrainsulyar gormonlar normada ishlaydi va qondagi qand miqdorini tushishini o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Bu juda ham oddiy jarayon va bu holat organizmda tezlikda qondagi qand miqdorini yana ham pasaytirishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun uyquga e'tibor qaratish shart. Yuqorida sanab o'tilgan 6 xil oddiy holatlar bo'yicha biz har oyda o'tkazib boriladigan sog'lomlashtirish programmasida aniqroq ma'lumot berib boramiz va har bitta inson bilan aynan shu hozirgi holatlar bo'yicha alohida ishlab boriladi. Va bu holatlardan foydalangan holatda qondagi qand miqdorini pasaytiruvchi preparatlardan ham butunlay voz kechgan holatlarimiz ham mavjud bo'ladi. Bu jarayonning nomi to'liq remissiya deb ataladi. To'liq remissiya qay tartibda o'tkazilgan va marafon o'zi nimaligi haqida aniq ma'lumotni Telegram kanalda olishingiz mumkin. Telegram kanal ссылкасini videosida belgilab qo'yaman. Bugungi qisqa video shulardan iborat edi. Agar sizga video foydali bo'lgan bo'lsa, like qo'yishni unutmang. Savollar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Eng ko'p berilgan bir xil savoldan kelib chiqqan holatda biz keyingi videoni ishlab chiqishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling.